Assalomu alaykum. Bo'riyev bilan futbol kanaliga xush kelibsiz do'stlar. Real Madrid Chempionlar Ligasidan chiqib ketdi. Arsenal Santiago Bernabeuda remontadaga yo'l qo'ymadi va ikkinchi o'yinni ham yutib oldi do'stlar. Parallel o'yinda esa Inter San Siroda 2-2 hisobidagi durang bilan o'zining natijasini saqlab qola oldi. Ushbu videoda Chempionlar Ligasining kecha bo'lib o'tgan chorak final o'yinlari haqida batafsil gaplashamiz. Yaxshilab joylashib oling, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Demak, boshladik. Birinchi bo'lib uzoq kutilgan Real Madrid hamda Arsenal o'rtasidagi super o'yin haqida gaplashamiz. O'yindan oldin Real Madrid mediasi, futbolchilari va muxlislari hamma joyda remontadaga ishonch haqida gapirishayotgan edi. O'yinda esa buning teskarisini ko'rdik. Albatta, dastlabki daqiqalarda Real Madrid shturm qilishga harakat qildi. Ayniqsa o'sha 5-10 daqiqagacha Real Madridda imkoniyatlar bo'ldi. Ofsayddan gol urdi, ammo Arsenal o'zining xotirjamligini bermadi. Saka o'ng qanotda g'alabani tinch qo'ymadi. 4-daqiqada yo'q sariq kartochkaga o'tirg'izdi va 10-daqiqada burchak zarbasidan so'ng Raul Asensio Mikel Merinoni quchoqlab oldi va hakam VARni ko'rib chiqib penalti belgiladi. Penaltini esa Saka tepishga qaror qildi, ammo Sakaning penaltisi tan olish kerak juda yomon edi. Zarba aniq bo'ldi, ammo Courtois qiyinchiliksiz qaytardi. Va shundan so'ng juda ham ko'pchilik Real Madrid remontada uchun hamma narsasi bor deb o'ylab turgan edi. Motivatsiya 100% edi. Real Madridda butunlay tashabbus qo'liga o'tib ketishi mumkin edi. Ammo Real Madridning hujumlari birinchi bo'limda hattoki aniq zarba ham yo'llay olmadi. 27-daqiqada Kylian Mbappe penalti ishlashga harakat qildi. Hakam penalti belgiladi birinchi bo'lib, ammo juda uzoq ko'rib chiqilgandan so'ng VAR tomonidan penalti bekor qilindi. Albatta bu haqida ko'p gaplashish mumkin, ammo hakamlarning fikriga ko'ra penalti yo'q deb topildi. Ikkinchi bo'limda albatta nimadir o'zgarishini kutgan edi realchilar, ammo shaxsan men o'yinni ko'rib turib, o'yinda bo'layotgan voqealarni kuzatib turib, Real Madridda ko'rmadim. O'sha Real Madridning kambeklar qilishga o'rganib qolgan jamoalarida bo'ladigan xotirjamlik, nazorat yo'q edi shunchaki. 65-daqiqada Bukayo Saka ajoyib tarzda vaziyatga chiqib bordi. Birga bir vaziyatda shunchaki xotirjamlik bilan Courtoisni dog'da qoldirdi va Thierry Henry'ning 2006-yildagi gol nishonlashini takrorladi Santiago Bernabeuda. Qoyil qolish kerak, Arsenaldan ajoyib hujum, himoyada ham juda ham tartibli o'ynadi va xato yuzaga keldi. 2 daqiqadan so'ng o'yinni yaxshi o'tkazgan Saliba oddiy vaziyatda to'pni Viniciusga berib qo'ydi va Vinicius bo'sh qolgan darvozani ishg'ol etdi. Ana shu daqiqada ham yana bir imkoniyat bor edi Realda. Tashabbusni o'z qo'liga olib, kurajni ushlab olish uchun, ammo hech narsa qila olmadi va hattoki o'yinning oxiriga borib qarshi hujumdan gol o'tkazib yubordi. Ajoyib tezkor qarshi hujum. Martinelli juda chiroyli ochildi va juda katta tezlikda Fran Garsiani ortda qoldirib, Courtois darvozasini ikkinchi marta ishg'ol qildi va o'yin 2-1 hisobida yakunlandi. Umumiy hisob esa 5-1 ko'rinishida to'pchilar foydasiga hal bo'ldi. Albatta Real Madrid haqida hamma gapiryapti, ammo Arsenal, Qahramon Aslanov aytib o'tganidek, memlardan dunyoning eng kuchli jamoalaridan biri safiga qo'shildi bu kecha. Arsenal Real Madridni mag'lub etishi mayli chempion bo'lmasligi mumkin, lekin mana shu g'alaba orqali Arsenal o'zining obro'sini ancha yuqoriga ko'tarib oldi. Aurasini yuqoriga ko'tarib oldi deyishimiz mumkin. Real Madridda esa muammolar juda ko'p. Shaxsan men ham Mbappeni olganidan so'ng Real Madridni umuman mag'lub etib bo'lmaydi deb o'ylagan edim, ammo xato bo'lib chiqdi. Kroosning yo'qotilishi juda katta muammolarga hamon olib kelyapti va Real Madrid treble orzularidan mahrum bo'lyapti. Bu mavsumda treble'ga erisha olmaydi endi. Shunday qilib Arsenal yarim finalda Paris Saint-Germainga qarshi o'ynaydi. Fantastik o'yin kutib turibdi bizni do'stlar. Hujumkor Paris Saint-Germain, metin himoyali Arsenal, fantastik o'yin ko'ramiz yarim finalda. Kechaning ikkinchi o'yini shaxsan men uchun qiziqroq bo'lgan o'yin bu Inter hamda Bavariya o'rtasida bo'lib o'tdi. San Siro yonayotgan edi. Dastlabki daqiqalardanoq Bavariya bosimni kuchaytirdi. Birinchi bo'lim davomida tinimsiz hujumlar uyushtirdi, ammo Inter himoyada yaxshi o'ynadi. Bavariyada esa doimgidek vaziyatlardan foydalana olmaslik ularga muammolar tug'dirdi.
Ikkinchi bo'lim boshida esa Harry Kane 52-daqiqada ajoyib tarzda gol kiritib, haqiqatdan ham umid berdi Bavariya muxlislariga. Umumiy hisob 2-2 ga yetdi. Ajoyib atmosfera yuzaga keldi. Bavariya bosimni davom ettirishni xohlagan edi, ammo bitta narsaga guvoh bo'ldim. Goldan keyin Barella'ning yuzida tabassum ko'rdim. Inter darhol nazoratni o'z qo'liga oldi, tashabbusni o'z qo'liga olib, 58-daqiqada Lautaro Martinez burchakdan yetkazib berilgan to'pni darvozaga yo'llab hisobni tenglashtirdi. Ko'p o'tmasdan 61-daqiqada Benjamin Pavard yana bir burchak zarbasidan uzatilgan to'pni boshi bilan darvozaga yo'llab qo'ydi. Shunchaki super zarba edi, mukammal ijro etildi burchak zarbasi. Shundan so'ng Inter biroz orqaga o'tdi. Bavariya bosimni kuchaytirdi. Kompaniya markaziy himoyachi o'rniga hujumkor qanot himoyachisini maydonga tushirdi. Guerrero butun maydon bo'ylab harakat qildi va bu ish berdi. 76-daqiqada burchak zarbasidan so'ng uzatilgan to'pni Erik Dyer juda ham bir g'alati joydan murakkab holatda Zommer darvozasiga yo'llab qo'ydi va hisob tenglash 2-2 bo'ldi. Shunda ham Inter himoyasi o'zini ko'rsata oldi. Albatta imkoniyatlar berdi. O'yin davomida Müllerda imkoniyat bo'ldi, Olizeda juda yaxshi imkoniyat bo'ldi, Komanda, Gnabrida, Saneda hammada imkoniyat bo'ldi, ammo foydalanish olmadi va natija faqatgina gollar bilan hisoblashadi, vaziyatlar bilan emas. Shunday qilib do'stlar, fantastik kecha guvohi bo'ldik. Yarim final juftliklari aniq. Shaxsan mening fikrimcha dunyoning eng kuchli 4 ta jamoasi yarim finalga yo'l oldi. Bir tomonda Barselona Inter bilan, ikkinchi tomonda Paris Saint-Germain Arsenal bilan o'ynaydi. Birinchi o'yinlar 29 va 30 aprel kunlari bo'lib o'tadi. Javob o'yinlari 6 va 7 may kunlari bo'lib o'tadi. Shunchaki fantastik o'yinlar. Oldinda bizni juda ham tig'iz taqvim kutyapti. Barselonaning o'yinlari, El Clasico keyingi hafta. Barchasini Bo'riyev bilan futbol kanalida birgalikda tahlil qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Fikrlaringizni izohlarda qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.